Hozirgi kunda ACC dan 9 ta sertifikatim va Oxford Brookes universitetidan diplomim bor. Hozirda xalqaro audit firmada auditor bo'lib ishlayapman. ACC ni to'g'risini aytaman, birinchi bo'lib dadam menga ko'rsatgan. F1, F2, F3 va fanlarni o'qishni boshladim, lekin nima o'qiyotganimni bilmasdim. HR bilan suhbatda mendan moliyaviy bilimlarim to'g'risida suhbat bo'lmagan. Chunki senda ACC'laring bor, biz unga ishonamiz. Maoshi lekin albatta odamni shaxsini o'ziga bemalol yetadi. Balki ortishi ham mumkindir. ACCA orqali bakalavr diplomini qo'lga kiritish mumkin. Misol uchun ACCA ni 10 ta odam bir vaqtda boshlasa, lekin bir vaqtda tugata olmaydi. Ko'pincha o'zimning shaxsiy tajribam, men ACCA ni tanlaganman. Bu lekin universitetni tashlab ACCA ni o'qing degan nima emas. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Sherzodbek, Andijon viloyatidanman. Hozirda ACCA talabasiman. Hozirgi kunda ACC dan 9 ta sertifikatim va Oxford Brookes universitetidan diplomim bor. Hozirda xalqaro audit firmada auditor bo'lib ishlayapman. ACCA ni men maktabdan keyin boshlaganman, ya'ni hech qanaqangi universitet backgroundlarisiz, moliyaviy bilimlarsiz boshlaganman va ACCA mana shunday moliyaviy bilimlari bo'lmagan yoki tajribasi bo'lmagan o'quvchilar uchun yaxshi kurslardan biri. ACCA ni to'g'risini aytaman, birinchi bo'lib dadam menga ko'rsatgan Telegramda linki nimadir, istoriyasi deymizmi, shunaqa kelib qolgan. Dadam ko'rsatgan buni menga. Mana shuni ko'r, qiziq o'qishga o'xshayapti. Boshida boshladim. F1, F2, F3 va fanlarni o'qishni boshladim, lekin nima o'qiyotganimni bilmasdim. Ozgina vaqt o'tgandan keyin ACC nima, u bilan qayerda ishlasa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi, uni darajasi qanday, oson, qiyin va hokazo. Mana shularda vaqt o'tgan sari bilib bordim va undan keyin o'zim dash qiziqib ketdim. Qiziqishim yana ham ortdi. Hozirgi kunda xalqaro audit firmada ishlayapman. Bu Crowetak, O'zbekiston. U yerda hozir audit rolida ishlayapman. Ishga kirish paytida ACCA bilimlarim juda ham asqotgan. Chunki aniq esimda job interview deymiz, ya'ni suhbatga kelgan paytimda meni CV'imda ACCA dan 9 ta fanni tugatganligim va Oxford Brookes diplomini topshirganligim bor bo'lgan. Shuning uchun HR bilan suhbatda mendan moliyaviy bilimlarim to'g'risida suhbat bo'lmagan. Men HR dan o'zim so'raganman hattoki, meni test qilib ko'ring, men moliyaviy bilimlarimni, undan tashqari Excel yoki boshqa bilimlarimni ko'rsatmoqchiman deganimda yo'q degan. Chunki senda ACC'laring bor, biz unga ishonamiz. Ya'ni oddiy qilib aytganda. Job interview juda ham oson bo'lgan, muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi ishga kirdim. Ishga kirgan paytimda ACCA menga qanday foyda berdi, qanday afzalliklari, ustunliklari bo'ldi. Menda ACCA ni 9 ta paper bo'lsa, uni F8 fani audit. Qaysiki meni ish faoliyatim shu bilan bog'liq. Ishga kirgan paytimdanoq men umumiy ishni bir qarashda tushunganman. Qayerdan boshlanyapti, qayerdan tugayapti, proses qanday ketadi. Audit prosesini yaxshi tushuna olganman. Ish jarayonida ACCA dagi bilimlarni muhimligi asosan bilinadi audit sohasida. O'sha audit, F3, F7 fanlari eng must deydi-ku ingliz tilida, ya'ni shart. Ana shularni bilish shart deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. O'sha debit, kredit va hokazolar. Umumiy auditorskiy konsalting firmalarni oladigan bo'lsak, bu albatta maoshlari qaysi kompaniya, qaysi lavozimda ishlashga bog'liq. Lekin meni o'zimning shaxsiy fikrim, hech qanday tajribalarsiz yoki endi ACCA ni o'qiyotganda yoki o'qib turib shu konsalting firmada ishga kirganda yuqori maoshni kutmaslik kerak deb o'ylayman. Aksincha yaxshi ish tajribasini. Maoshi lekin albatta odamni shaxsini o'ziga bemalol yetadi. Balki ortishi ham mumkindir, qaysi lavozimda va qayerda ishlashiga bog'liq. Lekin aniq maoshini ayta olmayman. Xo'p, ACCA ni o'qimoqchi bo'lgan yoki o'qiyotgan talabalarga kimdir bilar, kimdir bilmas, ACCA orqali bakalavr diplomini qo'lga kiritish mumkin. Bu hozirgi kunda Oxford Brookes University va keyinchalik London University bo'ladi. Men hozir qo'lga kiritganim Oxford Brookes University bo'ldi. Buni topshirish uchun ACCA dan 9 ta paper, ya'ni 9 ta sertifikati bo'lishi kerak va mana shu 9 ta topshirgan sertifikatlarim birinchidan talablar, bu ofitsial talab Oxford Brookes diplomiga topshirish uchun va diplomni topshirayotgan paytda ACCA dagi bilimlar yaxshigina asqatadi. Ayniqsa F5, F7 fanlari menga eng ko'p asqatganlari bo'ldi. ACCA ni qolgan fanlari ham asqatdi, lekin asosiy mana shu ikkitasi bo'ldi. ACCA o'qimoqchi bo'lgan yoki o'qiyotganlarga tavsiyalarim, bu shaxsiy meni tavsiyalarim. ACCA ni absolut mana bu yo'ldan yursangiz eng tez yo'l, eng qisqa yo'l degan yo'li yo'q.
Bu mening shaxsiy fikrim. Misol uchun ACCA ni 10 ta odam bir vaqtda boshlasa, lekin bir vaqtda tugata olmaydi ko'pincha. Kimdir tez ketadi, kimdir sekin ketadi va hokazo. Agar siz moliya sohasi bo'yicha qaysidir aytaylik universitetda boshqa joyda o'qiyapsiz, ACCA ni o'qimoqchisiz. Agar ACCA ni o'qimoqchi bo'lsangiz, shaxsiy fikrim, o'zingizga savol bering. ACCA sizga kerakmi? Siz ishlamoqchi bo'lgan joyda, kompaniyada, lavozimda sizga ACCA talab qilinadimi? ACCA ni boshlab qaysidir nuqtaga yetib kelganlar uchun ACCA dan tashqari, ya'ni soft skills deymiz, yoki undan tashqari yana qo'shimcha hard skillslarni ham o'rganishni tavsiya qilaman. Eng must, ya'ni shartlaridan biri til, rus tili va ingliz tili. ACCA o'qiyotgan odam albatta ingliz tilini biladi, lekin rus tilini bilish shart. Nega? Chunki audit firmalarida, konsalting firmalarida bo'lsin va hokazo boshqa kompaniyalarda bo'lsin, ko'pincha muloqot tili rus tili. Chunki u yerda boshqa millatdagi ishlar ham bo'ladi. Shuning uchun rus tili shart. Siz sohangizni, ACCA ni, moliyani juda ham zo'r bilganingiz bilan informatsiya olish yoki sizdan kimdir savol so'rasa unga javob bera olmaslik holati bo'lib qolmaslik uchun tilni bilishni tavsiya qilaman. Va undan tashqari Excel yoki 1S deymiz yoki har xil platformalar, ana shularni ham qo'shimcha bilishni tavsiya qilaman. Chunki qisqa qilib aytganda, life is not about ACCA, qo'shimcha narsalarni ham bilish kerak. ACCA bilan bakalavr olish yoki qaysidir universitetda o'zimizda o'qish deylik. Agar siz ikkala holatni ham tanlay olsangiz, ham universitetni, ham ACCA ni tengdan o'qib keta olsangiz, bu zo'r. Lekin kimdir ikkovini ham olib keta olmasligi mumkin. Bu vaqt jihatdan yoki moddiy jihatdan va hokazo. Bu holatda men o'zimning shaxsiy tajribam, men ACCA ni tanlaganman. Nega? Birinchidan ikkovini o'qish men uchun juda qimmatga tushardi va ikkinchidan men ACCA ni tugatib agar diplom olsam, menda ham diplom bo'ladi, ham ACCA sertifikatlarim bo'ladi. Bu lekin universitetni tashlab ACCA ni o'qing degan nima emas. Markaz haqidagi fikrlarim juda ham zo'r. Chunki birinchidan ACCA paperlarini o'sha yerda topshirganman, o'sha yerda o'rganganman, ya'ni va u yerdagi sharoit deymizmi, o'qituvchilar deymizmi, bular juda ham zo'r holatda. ACCA memberlar ham bor va sizga u yerda praktikal bilimlarni beradi, ya'ni faqat kitobni o'zidan emas, praktikadan misollar keltirib va hokazo shunday ikki tomonlama bilim beradi. Ham kitobdan, ham amaliyotdan. ACCA o'qiyotgan barchaga omad tilayman va agarda siz ACCA ni professionallardan ham nazariy, ham amaliy tomondan o'rganmoqchi bo'lsangiz, FPA Academy'ga marhamat. FPA Academy. Study ACCA with professionals.